Barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Maktabda o'qib yurgan paytingizda Tursunoy opa moda jurnaliga obuna bo'lgansiz. Aniqrog'i buyurtma bergansiz. Buyurtma berganman. Bitta emas, nechta soniga? O'zi qiziqardim tikishga, to'qishga, Moskvaga, pochtamtga yozganman, jurnal, moda, to'qish jurnallarini yozganman, bir dasta qilib. Puli to'langanmi, to'lamaganmi? Pochtadan kelgandan keyin to'lanadi-da. Ayamga Hech kimga aytmagansiz. Aytmaganman-da, o'zim dalada ishlaganman. Endi har doim men nima ham yozardim-da, to'qilgan jimperlar kelardi Rigadan, Moskvadan, shunaqalar yozib, xursand bo'lardi-da, jonim. Olib berardim dadamga, ayamga. Endi bu ya'ni safar jurnallar kelardi. Bu safar lekin bu gal qarashsa soni ko'p. Keyin ayam urushgan, shuncha pulga, shuncha qog'ozni nima qilasan? Voy ayajon, bu kerak menga. Buni haligacha bor o'sha jurnallarim. Oradan vaqt o'tib, aynan shu jurnallar sizga foyda bergan. Foyda berdi. To'qishda gullarni o'rganganman, to'qish sirlarini o'rganganman. O'zim samochka desam ham bo'ladi. O'zim jurnallarga qarab o'qib o'rganganman-da. Mana shu hunarim orqasidan mana elga talinyapman. Shogird orttirdim, shularni duosini olib yuribman. Odam bir narsaga intilib qiziqsa, shuni agar ushlab shunga harakat qilsa, har doim yaxshi bo'ladi. Bir joyda to'xtab turmayapsiz. 40 yildan oshdi men to'qiganimga umuman. Lekin oyoq kiyimni to'qiganimga 5 yil bo'ldi. Oyoq kiyimlarimni Barkamol avlod rahbari ko'rib, ishga taklif qildim. 3 yil bo'ldi, bu yil 3-yilga ketyapti. Hozir endi boshqalarga ham saboq beryapsiz. Endilikda yangiliklarni jurnaldan emas, YouTube orqali o'rganyapsizmi? YouTube, telefon orqali o'rganyapmiz. Yangilik yaratish kerak, bir joyda turish kerak emas. Mana bu yillikka sumka ham to'qishni yo'lga qo'ydim. Xaridori bormi? Qizlar qiziqishadi hozir. Urf bo'ldi mana shu sumkalar. Bu yosh qizlarga mo'ljallangan sumka. Mana o'si esa bizga o'xshagan yosh kattalarga mana mo'ljallangan sumka mana. Birkalaringiz ham bor ekan. Birkalar ham qilib berdi biz ishxonamiz. Rahmat. O'quv markazimiz bor. Shu yerda ayollarga o'qitaman. Bu oyoq kiyimlarni ayollarimiz uyda o'tirib to'qisa ham unga uncha ko'p vaqt ham kerak emas. Uncha xamashi ham kerak emas. Uyida o'zini oilasiga to'qib bersa ham ancha daromad o'ziga qoladi yoniga. Taxminan o'rtacha qancha daromad topishi mumkin? Taxminan 4-5 topsa bo'ladi. 4-5 million so'm. Topsa bo'ladi uyda o'tirib. Ham daromad, ham qandaydir hayotiy tashvishlardan biroz bo'lsa-da chalg'iydi, dam oladi. Dam oladi. O'zingizning hayotingizda ham murakkab bir vaziyatlar bo'lganda aynan shu sevgan ishingiz sizga dalda bergan. Dalda bo'ladi. Hozirda nevaram bansiga yotqizuvdik. Toshkent gematologiya markaziga shu yerda davolanyapti. 5 yosh. 5 yosh, Allohga shukr, yaxshi. Kimyoterapiya oldi. Kimyoterapiya 5-sini oldi. Kechagida ancha yaxshi. Tashxisni eshitganingizda endi qanaqa qilib nima qilamiz ekan deb o'ylandim. Nechinchi nabirangiz? 9 ta nevaram bor, 7-si. Dard bilan kurashishda bemorning yaqinlari o'z birinchi navbatda ruhan tetik bo'lishi kerak. Shundagina u hammasi yaxshi bo'lishiga ishonch bildira oladi. To'g'ri. Taslim bo'lmaydi. Kasal odamga ham ozgina dalda berib, yaxshi gapirib, biz sen bilanmiz, seni yaxshi ko'ramiz deb tursak, harakat qiladi-da, yashab anaqa. Va o'zingizni qo'lga olishda aynan shu ishingiz yordam berdi. Chalg'ib shu to'qib o'tiraman, kech bo'lsa, kunduz kuni endi bilasiz qishloqda ish ko'p, yana kichkina nevaram bor uyda, 1,5 yosh ham nevara boqdim, ham uyda ishlarini qildim, ham mana shu ishlarimni to'qigan paytingizda
o'z-o'zidan kuchga to'lasiz. Shu harakat qilamiz. Farida opa, siz ham tomorqangizda ishlayotgan paytingizda qandaydir tashvishlarni unutasiz? Ha, albatta, meni ham boshimdan katta tashvish bo'ldi. 28 yosh qizimga buyragimni berdim. Mana 10 oy bo'ldi. Qizim ham men ham yaxshimiz, Allohga shukr. Qizim ham rosa harakatchan, o'zim ham harakatchanman. Men gullar qilaman, o'sha gullar ko'rib bahri dilim ochiladi. Ertalab turasam hovliga chiqaman, hovlida gullar bilan yotgan paytimda sal menda og'irroq kechdi. Bir oycha og'ir yotdim. Qizim lekin pochka berganimdan boshlab u ham ishtahaga yaxshi kirdi. Ham o'g'li uchun yashashga harakat qildi. Bitta o'g'li bor, ismi Kamoliddin. 6 yashar bo'ldi hozir. O'sha o'g'ilni tuqqan paytda qizim buyragiga ta'sir qildi. Keyin doktorlar ikkinchi homilador bo'lmadi dedi. Endi baribir yana homilador bo'ldida, yana o'sha pochka quridi-da. Shundan keyin shifokorlar bejiz tavsiya bermaydi. Rahmat. Lekin quloq solmagan odam xato qilar ekan-da shifokorlarga. Jarrohlik amaliyotidan so'ng salomatligingiz tiklanishida o'zingiz parvarish qilgan gullar qaysidir ma'noda sizga malham bo'ldi. Malham bo'ldi. Больницаdan kelib ham gullarimga qaradimda so'liy boshlayotgan ekan. Sekin yaradim o'sha narsaga-da, suv sep. Endi ochilgan sayin men ham ochildim. To'g'risida gullarga qiziqaman. O'sha bilan orom olaman. Qizim ham qiziqadi. Turmushga chiqqan joyida ham, shaharga tushgan ozgina joy bo'lsa ham hovlisini ham gullar bilan, o'zi shu xona gullariga ham qiziqadi qizim ham. Shu gulga qiziqqan inson yaxshi bo'lar ekan asli. O'zi umuman olganda siz bozordan hech narsa xarid qilmaysiz. Yo'q. Ha, hammasi uyingizda. Hammasi uyimizdan. Umuman bo'sh vaqtimiz yo'q. Hozir rediska bormi? Bor. Ko'katlar bormi? Ismaloq, zelinlar hammasi bor. Tabiiy vitamin. Tabiiy vitamin. Lekin men ko'p dori-dormon yeyvermayman. To'g'risi, qo'yib qo'ysa ham yemaslikka harakat qilaman. Hozir yaxshimiz, qizim ham, men ham. Qizim ham o'sha yotgan paytda ham o'qidi kompyuterga, diplom oldi, qizil diplom, sertifikat. Qaysi yo'nalishda tahsil oldi? O'zi asli hamshira. Yana ham kompyuterda ishlashga diplom oldi kechagida. Shunga xursandman. O'g'li ham onasi, masalan, oldimman bu haligi qo'lda apparat bor paytda, dializ olgan paytda endi cherezdan uyimdan skoriyda ketiradida qizim haligiga, shu davolashga. O'g'liga men so'z berganman-da. Sen deganman, mana shu 10 kun biz больницада yotib kelamiz. 6 yashar o'g'lini ovutib ketdim-da, otang mana uydagilar men yotib tursang, keyin ayangda hech qachon skoriy olib ketmaydi dedim. Haqiqatan mana yaxshi bo'ldi, hech qachon skoriy olib ketmasin. Bu yoqda ham nevaralari yaxshi bo'lib ketsin. Salomatligimiz tezroq tiklanishi birinchi navbatda kayfiyatimizga bog'liq. Shu. Oilamizga bog'liq. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan mehmonimiz ham boshqalarga a'lo kayfiyat ulashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va 1,5 yildan beri mana shu ishga astoydil kirishgan. Keling, taklif etsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling. Assalomu alaykum. Marhamat, keling. 1,5 yil avval Toshkentdan Xorazmga yo'l oldingiz. 1100 kilometr bosib bordingiz. Va mana shu safar qaysidir ma'noda hayotingizni o'zgartirib yubordi. Mahallamizdan 20 ta ayol hokimiyat tomonidan yo'l olganmiz-da. Aylanib kelishsin deb. Kelishga, sayohat qilib kelishga yo'l olganmiz. O'sha paytda endi hamma menga o'xshagan ayollar uyida zerikib o'tirgan ayollar bor ekanda, juda san'at shaydoylari bo'lib, qo'shiq aytishga qiziqib, havasmandlar bor ekan. Endi yo'lda bilgansiz buni. Yo'lda bildik. Poyezdda. Yo'lda poyezd vagonida ketayotganda bildik. Suhbatlashdingiz, hamma narsani gaplashib bo'ldingiz. Bo'ldik. Shundan keyin qo'shiq aytishga tushdik-da, birimiz qo'yib, birimiz qo'yib, birimiz aytaverdik rosa. Munojatdan tortib, milliy qo'shiqlardan tortib, zamonaviy qo'shiqlar hammasini aytib chiqdik-da, keyin kelinglar dedik bir-birimizga. Nurafshonni birinchi folklorchilari bo'lib bir tashkil qilib o'zimiz folklor tuzaylik degan fikrga keldik-da, hammaga ma'qul bo'ldi. O'shandan beri folklor jamoamiz o'z ijodini boshlab, madaniyat qoshida hozir folklor ansambli tuzilgan holda yuribmiz. Muxlislar ko'pmi? Muxlislar ko'p. Mana Navro'z bo'ladi, bayramlar ko'p. Bayram bo'lishi bilan birgalikda o'quv muassasalari, tashkilotlar taklif qilishadi. Darvodan borib ishtirok etib, o'zimizni reportajlarimizni ko'rsatib kelamiz. Repertuar ham bor. Bor. Endi o'zi bolalarga o'rni kelganda qo'shiq aytib bergansiz. Chunki maktabda ishlagansiz. Men maktabda ishlaganman. Boshlanish sinf o'qituvchisi bo'lganman.
35 yil faol yurgizdim. Musiqa darsidan ham o'zingiz O'zimizda saboq bo'lardi. U bergansiz. paytda musiqa darsi ham o'zimizda bo'lardi. Lekin xayolingizga kelmagan u Yo'q, payt. xayolimga kelmagan. Oradan yillar o'tib katta sahnaga chiqishingiz. Shunaqaga to'g'ri keldi. Sinfga kirib dars o'tgan paytimda o'zidan o'zi ilhom kelardi. Musiqa darsi men uchun shunaqa orom olardim. O'zimni ovozimga, bolalarni diqqat bilan eshitganiga, menga o'xshab aytmoqchi bo'lgan holatlarini ko'rib xursand bo'lardim-da. Musiqani kirmoqchi bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. O'zimdan katta opam musiqa yo'nalishiga kirgan institutga deb olib borishganda, hujjat topshirishga yaqin kelgan paytda, "Yo'q, opam, men uyalaman, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'la qolay" degan ekanman. Ha, bitiruvchi bo'lgan paytingizda. 10 sinfni bitirib, hujjat topshirar paytimizda. Buni qarangki, oradan yillar Yillar o'tib, o'tib, mana shu 50 yil bolalikdagi orzu niyatlar amalga oshdi. 50 yil o'tib degan shunaqaga to'g'ri keldida. Hozir davramizga taklif etmoqchi bo'lgan yana bir mehmonimiz ham oradan yillar o'tib bolalikdagi orzusini amalga oshirgan Xursana opani suhbatimizga chorlasak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, keling. Xursana opa, bolalikdan she'riyatga qiziqqansiz. Qiziqqanman, adam rahmatli shu 8-sinfda o'qiyotganimda o'tib qolganlar. O'qituvchi bo'lganlar. O'qituvchi bo'lganlar. Va ro'zg'or tashvishi sizning zimmangizga ham tushgan. Shunday. Nonvoyxonada ishlagansiz keyin. Nonvoyxonada ishlaganman. Badavlat oilada tug'ilganmiz, lekin otam o'lgandan keyin baraka ketib qoldimi? Necha nafar farzand bo'lgan? 4 ta. Siz to'ng'ich. Men eng kattasiman. Endi to'ng'ich farzandda mas'uliyat ham boshqacha bo'ladi. Otani o'rniga o'tib qolar ekansizda, xullas. Ha. Dadamni o'quvchilari bo'lardi. Mashal gazetasiga rosa maqolalar, she'rlar yozardilar-da. Keyin aytdilarki, senda bir talant bor-da, iqtidoring bor, senga o'rgataymi? Ham uyingga pul keladi. Hamma o'qiysan, ham yozasan. Baribir dars qilasan-ku dedi. Xo'p dedim. Keyin shu bilan menga maqola yozishdan o'rgatdilar. Keyin sekin-sekin o'sha she'r yozishni boshladim. Va Saodat jurnaliga yuborgansiz. Saodat jurnaliga yuborganman. Zulfiya opa qanaqa ekan bir ko'rsam deb kelganman. Kelib zo'rg'a kirganman. Bir marta suhbatlashganman. Va parallel ravishda ham o'qish bo'lgan, ham nonvoyxonada ishlagansiz. Ham bu yozishni ham qilaman. Ham maktabda o'qiyman. Ikkinchi smenaga, nonvoyxonaga ishga kirganman. Soat 4 da ketaman, soat 12 da uyga 12 da kelib 2-3 gacha dars qilaman, 1 soat yoki 2 soat o'qiyman, bo'ldi. Shu bilan ertalab turib, sigirlarni olib, dalaga borib, arqonlab kelib, keyin maktabga borardim. Ana shuna qilib, ro'zg'or tebrashida onamga yonida shu o'ng qo'li bo'lib yordamlashganman-da. O'qishga topshirdingiz ham. Ha? O'qishga topshirdim. Onam qarshi bo'ldilar. Men shuncha bolani qanaqa boqaman, sen o'qishga kirib kelsang, men o'qiyman. Yuridikka shunday dokumentimni topshirdim. O'qishga kirdim. Shu orada to'yingiz bo'ldi. To'yim bo'ldi. Keyin shu bilan o'qish yo'q bo'ldi-da xullas. Demak, meni rizqim o'sha joyga qo'shilmagan ekanda. Kim ruxsat bermadi o'qishni davom ettirishga? Xo'jayinim ruxsat bermadi. Qizg'anish bo'ldimi, shunaqa bo'ldi-da. Keyinchalik farzand tarbiyasi bilan band bo'ldingiz. 4 nafar farzandingiz bor. Universitetga qarayman. Shunaqa chiroyli zarelari. Shoshmay tur. Hamma bolalarimni sanda o'qitaman dedim. Va o'qitdingiz ham. Men hammasi o'sha Milliy universitetni talabasi bo'lib, katta o'g'lim qizil diplomlar bilan magistraturani ham qizil diplomlar bilan bitirib, orzum amalga oshdi. Shu arada siz turmush o'rtog'ingiz bilan nonvoychilik qilgansiz. Non sochishni ham o'rgandim. 10tasini 1 so'mga berasizmi desa, beraveraveribman. 7tasini 1 so'mga berasa, beraveraveribman endi-da. Keyin unni puli chiqqanda xolos boshqa foydasi yo'q. Necha yil nonvoychilik qildingiz? 15 yilcha nonvoychilik qildik. Lekin mana shu yillar davomida ko'nglingiz bir xotirjamlik topmagan edi. Televizorda shu o'qishga qabul deb yozadi, gapiradi, radioda gapiradi. Yuragingiz jiz etardi. Yuragim jiz etardi. Keyin dadasi ruxsat bering, men o'qishga topshiray, zaochniy bo'lsa ham topshiray dedim. Qo'ysang-chi dedi. Nima bo'lsa ham ilm olishni orzu qilaverdim-da. Va oxir-oqibat 2 yil avval orzungiz amalga oshdi. Amalga oshdi. 60 yoshda talabaga aylandingiz. 60 yoshda o'qishga kirdim, Moliya universitetiga o'qishga kirdim. O'qiyapman, yaxshi student chiqdiman-da, lekin birinchi partada o'tiraman. Ha. Keyin o'qituvchilar mendan so'ramayapti. Hamma yoshlardan so'rayapman. Mendan ham so'rang dedim. Ha. Siz o'zingiz bilasiz, sizdan so'ramasak ham bo'laveradi, deyapti. Birinchi kursni to'g'ri olmasdan bitirdim.
Endi o'g'illaringiz nima dedi? O'qishga topshirmoqchiman deganingizda. o'g'lim hammasi oliy ma'lumotli-ku, ular tushundida. Katta o'g'lim o'zi yetalab olib borib, dokumentlarimni topshirtirib, o'qishga shu birinchi kundan chaqirganda ona tabriklayman, kirdingiz o'qishga deb tabriklab, hamma farzandlarim tabriklashdi. Talabasiz deganda o'zingizni boshqacha his qildingizmi? Qabul qilindingiz, talaba bo'ldingiz deganda shunaqa xursand bo'ldim endi. O'qishni tamomlaganingizdan so'ng rejalar qanaqa? Endi men tarix fakultetiga topshirdim. Notarius shunga o'xshagan narsalar bo'ladi-ku. Huquqiy xizmat ko'rsatish. O'shanaqani orzu qildim. Hovlimiz bor edi, shuni boshqatdan ta'mirlab, uy bog'chasi ochmoqchi edim. Ham o'sha huquqiy nimani ochmoqchi edim. Uddalab bo'lmaydigan ishning o'zi yo'q. Hammasi xohish, istagimiz va harakatimizga bog'liq. To'g'rimi? Mana sizning oldingizga ham faqatgina yosh bolalar kelmaydi. Yosh kattalar ham kelishadi. Ilm olishni hech kech emas, har doim o'rgansa bo'ladi. Va hech qanday cheklovlar ham yo'q. Men shogirdlarim rosa ko'p. Hozirgi men bilan birga kelgan shogirdim o'g'limni do'sti, nogiron nimasi bor edi. O'zi velosiped tuzatar edi. Bir kun borib men aytdim, sen mana shuni ham o'rgangan. Bu ham uyda o'tirsang, Qo'shimcha daromad. Qo'shimcha daromad dedim. Men kurchok ushlamaganman qo'limga. Qaytib nima qilaman? Sen bir harakat qilgin, o'rganasan dedim. O'zim olib borib uyiga bordim, ko'rsatdim, uni o'rgan dedim. 1-2 nima qildi-da, o'rganib ketdi. Tez o'rgandi. Endi jarayonlar qanday kechganligini keling uning o'zidan eshitsak, suhbatimizga chorlasak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Shogirdlik qanday kechgan? O'rganish qiyin bo'lmadimi? O'rganish qiyin bo'ldi. O'ziga yarasha hamma narsani qiyin joyi bor-ku. Tursunoy opa orqali men o'rgandik. Qo'shimcha daromad kelyaptimi? Bo'lyapti, oz-moz bo'lyapti. Velosipedni ta'mirlash ishlari ham davom etyapti. Bo'lyapti, u ham bo'lyapti. Bunisi ham bo'lyapti. Bunisi ham bo'lyapti. Bir oyda qancha oyoq kiyim tayyorlaysiz? Zakazga qarabdan buyurtma tushsa 2 kunda bitirib beramiz. Buyurtmalar ko'pmi? Bor. Mana mavsum boshlandi, kunlar isigandan keyin ko'paysa kerak. Xudo xohlasa. Mana boshlandi уже shogirdimning ishi. Mana kecha buyurtmaga to'qib nima qilgan ekan, buyurtmang bermay tur dedim. Mana o'zi qo'llar bilan to'qigan. Ko'rsatasan dedi. Shunga o'zi to'qigan buyurtma. Kamtar va kamgap shogirdingiz. Chiroyli to'qibdi juda. Mahalliy ishlarda faolsiz va suhbatlashgan paytingizda shu kabi misollarni keltirasiz. Hammasi harakatimizga bog'liq. Harakatga bog'liq mana. Odamning o'ziga bog'liq hayotini o'zgartirish. Barakat. Kutib yashash kerak emas deb Haqiqatan. aytasiz. Mahallada ayollar bilan ko'proq, ishsizlar bilan, urushganlar bilan yarashtirishlar, yani nogironligi borlar ham bor bo'lib, ularga mana shunaqa tadbirkorlikka tavsiya qilsak yo'q deyishardi. Mana hozir men ko'z oldimga keltiryapman-da, o'sha nogironligi borlar ham mana shunaqa ishlar bilan foydalansa bo'larkan-ku, kelarkan-ku daromadi. Endi siz ham necha yoshingizda o'rgandingiz? Buni o'rganganimga 2 yil bo'ldi. Hozir men 34 bo'lsam, 32 yoshingiz. Har bir kunimiz faqatgina xursandchiliklarga to'la bo'lsin. Ilohim. Ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Sizga. Ertaga aynan shu vaqtda yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin.